Endi abituriyentlar tashmiy, sanpiy yoki stomatologiya institutlariga hujjat topshira olmaydi. Nega deysizmi? Sababi kuni kecha prezident qaroriga ko'ra quyidagi 3 oliygoh: Toshkent tibbiyot akademiyasi, Toshkent pediatriya tibbiyot instituti hamda Toshkent davlat stomatologiya institutlari birlashtirilib, Toshkent davlat tibbiyot universiteti maqomi berildi. Bu o'zi nima degani? Demak, joriy yildan boshlab abituriyentlar yuqoridagi 3 oliygohning alohida tanlay olishmaydi. Ular uchun yagona tibbiyot universitetiga umumiy kvota ajratiladi. Shuningdek, joriy yilda, ya'ni bitirayotgan talabalar esa institut yoki akademiya emas, universitet diplomi olishadi. Aslida bu yangilik oliy ta'lim tizimida birinchi marta bo'layotgani yo'q. Bundan oldingi misollar, misol uchun 2020-yilda Toshkent davlat sharqshunoslik instituti universitet maqomi berilganligi, aynan o'sha yili avtodorojniy hamda temir yo'llar institutlari birlashtirilib, Toshkent davlat transport universitetiga aylantirilganligi, Toshkent irrigatsiya instituti esa milliy tadqiqot universiteti maqomi berilganligi, 2022-yilda esa Toshkent arxitektura qurilish instituti universiteti maqomiga aylantirilganligi, 2024-yil, ya'ni o'tgan yili Toshkent moliya instituti, fiskal instituti hamda narxoz birlashtirilib, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti nomi berilgandi. Xulosa qilib aytganda, hozirgi islohotlar orqali oliy ta'lim tizimida institut va akademiyalar birlashtirilib, yo'nalishlar yagona universitet doirasida birlashtirilmoqda. Bu esa oliy ta'limda yagona yondashuvlarga, ya'ni tizimli va markazlashgan boshqaruvga o'tishdan darakmikin? Yoki o'zi umuman olganda ushbu nomlar o'zgarishi ta'lim tizimining rivojida qanchalik ta'siri yuqoriroq? Kommentariyada yozib qoldiring.